Tanamiz bo'sh, yelkalarimiz bo'shashgan holatda. Qulay o'tirib oling. Siz bilan psixolog Nasiba Xo'jayeva 21 kun davomida bajarganda uy bloklari to'liq yechilib, uyga oid qo'rquvlaringiz yo'qolib, aynan hayotingizga sizni orzungizdagi uy kirib kelishi uchun ongingizni ham rostkovkaviy, ham meditatsiyaviy, ham gipnoterapiya jarayonida chuqur dasturlaydigan va orzungizni katta tezlikda amalga oshishiga 1000% yordam beradigan uy olish meditatsiyasi. Ushbu meditatsiyani qulay o'tirgan holatda, ko'zlar yumilgan holatda, hech narsaga chalg'imagan tinch xonada bajarish kerak. Bajarayotgan vaqtingizda oldingizga istasangiz sham yoqib qo'yishingiz yoki bir stakan suv keltirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu sizni diqqatingizni bir yerga yig'ish uchun va xotira ongni kuchaytirish uchun juda muhim. Chunki ong nimani istayotganini eslab qolsa, u shu narsani tortib beradi. Bu jarayon esa sizdagi xotira, diqqat, sezuvchanlikni oshirib beradi. Demak, tinch joyda qulay o'tirib oldingiz. Yotmang, suyanmang, o'tirib oling va meni so'zlarimni ortimdan his qiling, tasavvur qiling. Agar tasavvur qilishga qiynalsangiz, o'ylang. Xuddiki kitob o'qiganingizda qahramonlar qanday ko'z oldingizda gavdalanadi, ana shunday gavdalantiring. Texnikani boshladik. Qulay o'tirib oldik. Qo'l va oyoqlar chalkashmagan holatda, tikka turgan holatda, yelkalar tik va ko'zimiz yumilgan holatda, o'tirgan holatda 7 marotaba chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz. Qo'l va oyoqlarimiz uchlari bo'shashib borayotganiga ahamiyat beramiz. 7 marotaba shoshmasdan nafas olamiz, uni bir oz ushlab turamiz va keyin bu havoni qo'yib yuboramiz. Butun tanamiz bo'shashib borayotganini o'ylaymiz va biz birinchi bo'lib uy olishingizga to'sqinlik qilayotgan o'y-xayolni aniqlaymiz. Bo'sh holatda, butun tanamiz bo'shashgan holatda ong ostimizga tushishni boshlaymiz. Bu xuddiki zinalardan pastga tushayotgandek hissiyotni beradi. Siz liftdan tushgansiz, zinadan pastga tushib ko'rgansiz. Ana shunday xayolan pastga tushishni boshlang. Qo'l va oyoqlaringiz uchlari bo'shashgan holatda, butun tanangiz bo'sh holatda va siz asta-sekinlik bilan pastga tushib borayotganingizni o'ylashingiz, tasavvur qilishingiz, fikrlashingiz kerak bo'ladi. Va ongim, men ongimning eng tubiga yetib keldim. Ongim, men uy olishda nimadan qo'rqaman? Meni uy olishga buni o'ylang, buni o'ylang. O'ylaganda ong yaxshi tushunadi. Uyni ko'z oldingizga keltiring. O'zingizni orzungizdagi uyni ko'z oldingizga keltiring. Men ana shu uyni olishimda qanday to'siq bor? Qanday qo'rquv bor? Qanday negativ bor? Nima uchun men ana shu uyni o'z hayotimga tortib ololmayapman? Sizni ongingiz aniq javobni beradi. Menda pulim yo'q. Menda qarshiliklar bor. Men qanday olishni bilmayman. Qarzga botib qolsamchi va hokazo. Yoki biror bir aynan qo'rquvni sizga ko'rsatib berishi mumkin. Qanday olishni bilmayman. Demak, ana shu hissiyotga e'tibor bering. Men bu katta hovlini qanday olishni bilmayman. Siz ongingizga har gal bu meditatsiyani eshitgan vaqtingizda turli xil javoblar kelishi mumkin. Bu sizni ongingizdagi har kunlik yangi, keraksiz bo'lgan musorli e'tiqod blokni tozalayotganimizni ko'rsatib beradi. Ushbu meditatsiyani toki men ola olaman, hech qanaqa musor qolmadi degunga qadar va undan keyin ham bajarishingiz kerak bo'ladi. Demak, qanday qilib olishni bilmaslik. Bo'sh qo'yamiz o'zimizni va men qanday qilib olishni bilmayapman. Ongim, menga yo'l ko'rsat. Menda qanday kartalar bor uyni hayotimga tortib olish uchun? Avvalo rizq Allohdan. Sababini bajaramiz, Alloh bizga ne'matini yetkazadi. Ko'rsatib ber ongim, men nimalar qila olaman uy olish uchun? Qattiq ishlay olamanmi? Kimdandir pul so'rab tura olamanmi? Yoki kreditka ola olamanmi? Yoki orzu daftarimga har kuni uy olmoqchi ekanligimni yozamanmi? Yoki yana qanday yo'l bor menda? Menga ko'rsatib ber.
menga qanday yo'l ko'rsatasan? Agar hech qanday yo'l ko'rinmayotgan bo'lsa, boshingizdan nur tushayotganini o'ylang. Agar biror yo'l ko'ringan bo'lsa ham, bu zo'r degani. Aynan o'sha yo'lga, ya'ni sizga ko'rsatilgan vaziyatga, mana shunday qilsang osang bo'ladi degan vaziyatga nur jo'natishni boshlang. Qo'l va oyoqlaringiz uchlar bo'shashgan holatda, butun tanangiz bo'sh holatda va sizga nima ko'rsatilgan yoki ko'rsatilmagan bo'lsa, nur tushiring. Ko'rsatilmagan bo'lsa, boshingizdan nur kiritasiz, ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha yo'lakdan, o'sha vaziyatga nur kiritishni boshlaysiz. Nur borgan sari bu butun tanangizga kirishni boshladi. Nur boshingizdan kirdi, qo'l va oyoqlaringiz uchidan chiqishni boshladi, tanangizni butunlay nur egallab oldi. Va siz uyquga yotgan holatda ekanligingizni o'ylang. Siz o'z orzungizdagi uyda, divanda, chiroyli divanda boshingizni qo'yib uxlagan holatda edingiz. Ruhingiz orqali o'zingizni tasavvur qiling. Shunaqa katta o'zingiz xohlagan, o'zingizni orzungizdagi uyda eng so'nggi zamonaviy remontlar qilingan sizni uyingizda mazza qilib yotgan holatdasiz. Hali uyg'onganingiz yo'q. Shirin tush ko'ryapsiz. Lekin uyingizda yotibsiz. Orzungizdagi uyingizda tong otgan. Budilnik tongi ibodat uchun yoki ishga ketish uchun jiringlab qoldi. Siz istar yoki istamay yoki xursandchilik bilan uyg'ondingiz. Budilnikni o'chirdingiz. Xursand bo'lib uyg'ondingiz. Garishib, kerishib qo'ydingiz va budilnikni o'chirib qarasangiz, sochlaringiz juda chiroyli, yuzlaringizdan nur taralgan, butun ko'zlaringizdan, quloqlaringizdan, og'zingizdan, tomog'ingizdan, butun vujudingizdan nur, blesk taralib turibdi. Qo'llaringiz chiroyli, taqinchoqlar turibdi. Sizni aynan boshingizni yonida turadigan to'michkada ularni olib taqish uchun o'yladingiz, taqishim kerak deb, mayli, hammomga kirib chiqay, keyin taqaman deb o'ylab ko'rdingiz. Xursand bo'lib tabassum qildingiz shunaqa izobilniy ayol ekanligingizdan va to'g'ri oynaga borib qaradingiz. Ko'zguda chiroyli, sog'lom, kipriklar, qoshlar joyida, yuzlar tarang bo'lgan o'z qiyofangizni ko'rdingiz. Juda xursand bo'lib tabassum qilib qo'ydingiz va to'g'ri yuvinish xonasiga boryapsiz. Xona, sizni uyingiz shunaqa chiroyli jihozlangan, mebellar bilan bezatilgan, eng so'nggi zamonaviy xonadon, orzungizdagi uy. Qarasangiz, hammomda xo'jayiningiz sizdan oldin kirganlarni ko'rib kulib qo'ydingiz, ularning chiqishlarini kutdingiz. Chiqqanlardan keyin sizga tabassum bilan shunaqa yaxshi gaplar bo'ldi, chiroyli suhbat bo'ldi. Gaplashib oldingiz bir-biringiz bilan. Juda xursand bo'ldingiz va bo'la qol jongi nam, tongi nonushtamiz allaqachon tayyor bo'lgandir. Seni pastda kutaman dedilar. Siz xo'p dedingizda yuvinib, taranib, qimmatbaho gelladan surib, yuzingizga tongi uxodlarni qilib, shunday balkonga chiqqingiz kelib qoldi. Balkonga qarayapsiz. Endi shunaqa chiroyli pastki, balkondan pastki juda chiroyli manzaraga ko'zingiz tushdi. Pastda 4 ta avtomobil turibdi. Ulardan birtasi sizning inomarkangiz, birtasi turmush o'rtog'ingizning inomarkasi. Qolganlari esa yo alishtirib minasiz, yo farzandingiz, qizingizga, o'g'lingizga tegishli bo'lishi mumkin. Xursand bo'ling. Bu mani qizimni avtomobili, bu meniki, bunisi turmush o'rtog'imniki. Alhamdulillah dedingiz. Nomerlariga qarab qo'ydingiz, mashalloh dedingiz va to'g'ri oshxonaga zinadan tushishni boshladingiz. Zinadan oshxonaga tushib qarasangiz, pastda sizni oshxona yordamchingiz taomlarni tayyorlab qo'ygan, xush kelibsiz xonim deb sizni kutib olgan. Siz esa ovqatlanish uchun o'tirdingiz. Shirin suhbat, dil izhorlari, go'zal vaziyat, shunaqangi yoqimli o'tirdingizlar, birga suhbat qilib, mazza qilib ovqatlanib o'tirdingizlar va hamma o'zini ishiga ketishni boshladi.
siz uyingizni bir ko'ryapsiz, oshxona jihozlaringizni, devorga osilgan mebellarni xotirjam ekanligingizni ko'ryapsiz. Butunlay uyingiz sizga xotirjamlik beryapti, energiya beryapti. Shu vaqt yoqimli hid kelib qoldi. Qarasangiz, oshxonada shunaqa shirin taom pishayotgan ekan, yana ikkinchisiga pishirgan ekan, uni olib keldi, yana ozroq yeb oldingiz. Bunaqada semirib ketaman-ku deb hazillashib qo'ydingiz. Yordamchingizga meni semirtirib qo'yasan-ku deb hazillashdingiz va yana xursand holatda hammasi joyidaligidan alhamdulillah deb uylarni bugun yig'ishtirishni reja qilganingizni aytdingiz, birga yig'ishtiramiz dedingiz va borgan sari shunaqa xursand, shod holatda uyingizda tozalik qildingiz. Tozalik qilib bo'lgandan keyin xursand bo'lib o'zingizni biznesingizga, ishingizga ozginaga borib kelishga qaror qildingiz. Yengil marketingda yoki shunga o'xshagan oson ishda ishlaysiz. Pul o'zi keladi sizni hayotingizga, katta pullar. Chiroyli kiyinib, atirlarni sepib, ko'rinishingizni oynada bitta ko'rib xursand bo'ldingizda to'g'ri inomarkangizga borib mindingiz. Shahar bo'ylab, shahar markazi bo'ylab uni haydab ketyapsiz. Juda xursandsiz. Kayfiyatlaringiz a'lo va kayfiyatingiz zo'r. Juda xursandsiz. Ko'ring xursandligingizni, hayotingizdan rozi ekanligingizni, shu kunlarga Alloh yetkazgani uchun shukrlar aytib, xursand bo'lib qabul qiling. Shunaqa izobilniy dugonalar bilan ko'rishishga, ovqatlanishga bordingiz, ular bilan chiroyli o'tirib suhbatlashib ovqatlandingiz. Kechki ovqatga nima qilaman ekan endi deb dugonalar bilan tugatganingizdan keyin sizga qo'ng'iroq bo'lyapti. Turmush o'rtog'ingiz kechqurun birga ovqatlanishga taklif qilib, sizni erkallab, shunaqa yaxshi shirin gaplardan gapirib, sizni kechqurun zo'r restoranga taklif qildilar. Mazza qilib bolalar siz o'zimiz boramiz deb turib oldilar. Birga borib mazza qilib restoranda ovqatlanib, zo'r o'tirib qaytayotganingizni ko'ring. Va kechqurun uxlashdan oldin birga sefga xo'jayiningiz topgan, olib kelgan pullarini sefga taxlab qo'yyaptilar. Siz xursand eringizga qarab turibsiz. Alhamdulillah deb xursand bo'ldingiz, birga o'tirib yana suhbatlashib. Shunaqa chiroyli kecha bo'ldi, orzungizdagi shunaqa energetik kecha bo'ldi birga. Mazza qilib, yana xursand bo'lib, rozi bo'lib, alhamdulillah shunaqa yaxshi hayotda yashayotganim uchun shukrlar aytib, ertangi kunni rejalarini tuzib olib, shu narsani ongingizga ko'rsatgan holatda 3 marta chuqur nafas oling. Shu hayot sizga loyiq ekanligingizni, shunaqa bundan ham chiroyli hayotni alhamdulillah tortib ola olishingizni, mana shunaqa zo'r hayotlarda yashashga tayyor ekanligingizni e'lon qiling. Chuqur nafas oling, o'zingizni bo'sh qo'ying. Sekin tabassum qilishni boshlang. Shunaqa zo'r hayotda yashayman, alhamdulillah. Behisob shukr, alhamdulillah. Chuqur nafas olamiz, sekin ko'zlarimizni ochamiz. Qanaqasiz?